Yollar 3 tajribasi asosida bugungi uchrashuvimiz tuman hokimligi binosida sizlar qiynaydigan masalalar nima yordam kerak bo'lsa qo'limizdan kelgan yordamni qilish uchun uchrashuv o'tkazib boramiz. Bir oyda 3 marotaba sizlarda qanday takliflar bo'lsa berishlari mumkin. Hozir bizda kreditlarimiz seroq hammasi bor. Tadbirkorlikni rivojlantirish uchun mahalla loyihalari, biznesga birinchi qadam, tadbirkorlarga 312 qaror bo'yicha faoliyat yuritayotganlarga, yangi boshlaydiganlarga Milli bank 24% işte. Mikrokrediit. Sizlerden 7% mikrokrediit. bizda mahalla loyihasi 25% bo'lsa, 7 yilga o'shaga 5 yilga 2 yil imtiyozda urib bor. Ayollarniki 23%. Shohi bormi? Nima anavi Maqsadi bo'lish kerakmi? Maqsad. o'zini band qilganlarga sizlar. 312 bo'yicha ham 19% ayollarga, 20% erkak. Ayollarga